10 ta amallar bor, ular ro'zani buzmaydi. Birinchisi, bilmasdan yeb ichib qo'ysangiz, bu ro'zani buzmaydi. Ikkinchisi, tish pastani ishlatishlik yoki misvakini yutib olish kerak emas. Ya'ni ichkariga o'tib ketib olish kerak emas. Bu ham ro'zani buzmaydi. Uchinchisi, og'zini chayish tahoratda yoki burunni qoqishlik, suv bilan tozalashlik. Bu ham ro'zani buzmaydi, lekin unda mubolag'a bilan ishlatish kerak emas. Ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni suv o'tib ketib olishligidan ehtiyot bo'lish kerak. To'rtinchisi, sovuq suv bilan cho'milishlik, ya'ni odam salqinlash uchun. Bu ham ro'zani buzmaydi. Beshinchisi, qonni chiqishligi. Jarohatlanib bo'lsin, yoki qon topshirish, yoki burundan qon chiqish. Bu ham ro'zani buzmaydi. O'zini ayolini o'pishlik yoki quchoqlashlik. Bu ham ro'zani buzmaydi, lekin odam ehtiyot bo'lishi kerak. Yettinchisi, ukol olishlik. Ukol olsa, ya'ni bu yerga bo'lsin yoki tomirga bo'lsin, dori ukollar bo'laveradi. Lekin kapilinsa, bu kuch-quvvat beradigan u bo'lmaydi. U ro'zani buzadi. Chunki u ovqatni o'rnini bosadi-da. 8-inchisi, og'izga sepiladigan ingalyator, ya'ni nafas yo'llari qisadiganlar uchun uni ana shular ishlatsa bo'laveradi. Bu ham ro'zani buzmaydi. 9-inchisi, qasd qilmagan holatda, ya'ni o'zi harakat qilmasdan qusishligi, ko'ngli aynib, ya'ni o'zi qo'lini tiqmadi, o'zidan o'zi ko'ngli aynib qusdi. Bu ham ro'zani buzmaydi. Lekin qasddan qiladigan bo'lsa, ro'zani buzadi. 10-inchisi, quloqqa yoki ko'zga tomitilinadigan dorilar. Bu ham ro'zani buzmaydi. Hatto quloqqa tomitsa, ta'mini ba'zilar sezar ekan, bu ham ya'ni ro'zani buzmaydi. Alloh muvaffaq qilsin, to'g'ri mukammal ro'zalarni tutishlik. Allohumma amin.